Bu mening universitetim. Men Jizzax viloyatidan kelib orzularim sari ilk qadamimni Berdoq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetidan boshladim. Bizning universitet Qoraqalpog'iston Respublikasidagi, nafaqat Qoraqalpog'iston Respublikasidagi, balki O'zbekistondagi yetakchi universitetlardan biri hisoblanadi. Bu yerda o'quv laboratoriyalari, kompyuter xonalari, registratur ofislari va boy kutubxonalar, bularning barchasi bilimga intilgan yoshlar uchun xizmat qiladi. Bilasiz, sport sog'lom turmush tarzining asosi. Universitetimizda zamonaviy sport inshootlari ham mavjud. Til bilgan er biladi. Universitetimizda xorijiy tillarni o'rganish uchun ham keng imkoniyatlar yaratilgan. Biz uchun eng muhim jihatlardan biri bu talabalar turar joyi. Bu yerda har bir sharoit bor. Qulay, toza, xavfsiz va zamonaviy xonalar. Universitetimizda barcha viloyat talabalari mavjud. Undan tashqari, Qoraqalpoq, O'zbek, Qozoq, Turkman, Rus va boshqa millat vakillari bir oilada yashab, o'qib rivojlanmoqda. Bu yerda tajribali va bilimdon professor o'qituvchilar bizga nafaqat ta'lim, balki tarbiya ham berishmoqda. Bu yerda do'stlarim bilan universitet hayotiga doir yangiliklarni universitetning Yoshlar ovozi radiosi va Univernews informatsion dasturida e'lon qilib boramiz. Har bir kun yangi imkoniyat, har bir daqiqa kelajak sari dadil qadam. Bu mening universitetim. Bu yerda orzular haqiqatga aylanadi.